Gapirmay, astag'firulloh, subhanalloh, tavba qildim desam, gapirgilarim ketib qolyapti-da. Nima kim tabib deganda boshidan o'tgan tabib deyiladi. Siz bilan men mol sog'ib, bo'q yopib, qiydi, qo'pol qilib aytganda, tezeklarni qilib kelin bo'lganmiz. Ana kirdi yuvib olib, nonni mushlab olib, tandirga o'tni yoqib, eshikni shupurib, erdi xizmatini qilib, bu qaynukalari xizmatini qilib, oni qilib bering desa qilib berib, yana kamiga ovqatga yugurib, oxir ovqatlarni qo'yib kelganingizda ko'pchilik oilaga bo'lgan bo'lsangiz, sizga suv qolar edi, o'nashini ham ichim nonni to'rg'ab po demasdan yana boyagindek ikki betimiz qizarib xizmatni qilib yuguraverganmiz. Bir joyimizda og'ridi demaganmiz. Voy mayerim mandaqa bo'lyapti demaganmiz. Ikki qat bo'lsa qaynatadan uyatib qornimizni ichimizga tortib baylab ustimizdan kamzir kiyib olardik. Shunda saratonlarda hamchi itellab o'lib uyib ichlarimiz namakof ho'l bo'lib ketar edi. Kamzirlarni kiyib olardik. Qornimizga hech kimni ko'zi tushib qolmasin, uydagi qaynukalarni, qaynatalarni ichimizga tortib, bolalarni ham bir nogiron tug'mabmiz. Shunchalik qilsak ham bolalarimiz pahlavondek o'g'illarni tug'ib qo'ydik. 3tadan, 4tadan qilib. Hozirgilar bari hitir, apris. Uni uyida o'shandaqa aytayapman, bu narsa hammaga tegishli emas. Qizni tug'ib tarbiya bermagan haromxo'r ayollarga tegishli bu. Na haromxo'r ayollarga tegishli. Gapim qo'pol, haqiqatni gapiraman. Boshimdan o'tgan tabibligim uchun aytaman. Hozirgi yoshlar turmushi eni otasiga qarab tarbiyani olgan. Otasiga xotini baqirib komandovit qilgan bo'lsa, qiz kelib erdi o'shanaqa tarbiyalayman, shunaqa komandovit qilaman, erdi boshiga chiqaman deydi. Eni otasi qaynatani hurmat qilmagan bo'lsa, eni otadan ko'rib turib, qaynatani bir tinga olmasdan o'tdi shunaqa qiladi. Suv qayerda loyihalanyapti? Boshidan loyihalanib keldi. Uni tarbiyalab olaman, o'rgatib olaman degan bo'lsangiz, adashasiz, o'rgata olmaysiz. U tug'ilishda dunyoga kelib yaralgandan ana shu muhitda katta bo'lgan, ana shu muhitda o'lib ketadi. Gaplarim aytayapman, rosa qo'pol, haqiqat. Azzali kelin olishdan hech qachon ham o'ylanib kelin olinglar. Voy chiroyiga uchmaylar, xunuk do'mboqligiga uchmaylar. Uni uyidagi o'sha ota-onasini, qaynatasini surishtiring. Qanaqa kelin bo'lgan? Ana shu borib olib, onim bor, onimdan boshqa nimam bor, menga yalinadi degan oilani qizimi u yo yo'qdan bor qilib, kitkilab, kirdi oqartirib yuvib, qozonni toza yuvgan odamni bolasimi? Ana shu yerlaridan bilib oling. Ana shu yerlaridan bilasiz qozonda qanday qilib oqartirib, qozoniga qarang. Socho'lib borgan bo'lsangiz bu to'g'ri gap. Qozoniga bir qarab qo'ying, aylanib bir narsani bahona qilib boringdan, tualetlarda aylanib bir narsani bahona qilib, qo'lingizga suvni oqtarib, bir kuxnalarini tekshirib qo'yib turib oling. Qozoni yaltirab oppoq turgan bo'lsa, halol pok oila ana shu uyda. Rizq baraka ashitillim olim. Qozonlari qorayib, chaynalari kir bosib, shaltaq bosib yotgan bo'lsa, bekorga bersa olmang. Bekorga bersa olmang. Nimaga u sizni o'tdi o'sha kepataga solib qo'yadi. Basharangizni ham shunaqa xunaytirib yuboradi, siqiltirib, nervlaringizga o'ynab, bashara qozonni basharasiga kirib qolasiz. Shuning uchun rosa o'ylaninglar. Xullas kalom, qisqasi gapim, rosa o'ylanib olinglar, ota-onasini ko'ringlar. U bolasiga qaramanglar. Ota-onadan o'rgangan bola o'sha ishni qiladi. Ota-onasi chiroyli bo'lsa, oilasi pokiza pazanda bo'lsa, boy bo'lmasa ham o'rta hol qonni nonga to'kkan oila bo'lgan bo'lsa, chiroyli oila, eshigidan kirib borsangiz, eshigi asfalt bo'lmasa ham, shog'ollik, toshlik uylar bo'lsa ham, ana shetlarda yaraqlatib o'tirgan uydan kelinda olinglar. Ana shular halol pok, mehnatda katta bo'lgan pokiza pazandalarda olinglar. Ana shunda sizlar peshananglar yaltirab, bolalaringlar peshanasi yaltirab, sizlar tezroq o'lib qolmaysizlar, uzoq umr ko'rasizlar. Asallari xuddi shunda qilinglar. Men aytganda qilinglar. Mendan tarbiyani so'rab turaveringlar, men sizlarga ko'p narsani o'rgatib qo'yaman. Oramizdagi shundaqa yengillar, ota-onasi betarbiya bo'lganlar, shular qizlar uyda o'tiraversin, boshlariga yostiq qilsin.
ina tarbiyasini bermaganiga xafa bo'lsin, boshlariga yostiq qilsin. Shunaqa oilalar juda ko'payib ketdi. Tekinxo'r oila, ko'chada ovqat qilmay yassanib ko'chaga chiqib ketib, telefonni ushlab, somkani yonboshiga osib olib, ro'molni o'rashib olib, ro'molni ichida unida nima ishlar borligini bilmagan juda ota-onasi bebaho bolalarini maqtaydi, ro'molni o'ratib qo'yib, uni ichi nima ekanligini bila olmaysiz. Aytyapman-ku, hammasi ham emas. Orada bor, gurish kurmaksiz o'miydi degandek, oralardagilar shunda qilib, mana shunaqa ko'p ota-onalarni qo'xshatib qo'yyapti. Shuning uchun nihoyatda hushyor bo'lib oling kelindi. Nimaga deganda, hozir zamonda qarang, o'g'il bola hamma yo'qni uyda yasatib, o'zi otasi hammom ko'rmagan, jom ko'tarib yurgan uydagilar hozirgi kelinlarga uyda ichiga tualetini ham, hammomini ham qilib beryapti, gaz o'chog'ini qilib beryapti. O'zi bir kun yotmagan uylarda divarez qilib solib turib kelinlarni kirgizib qo'yyapti, yasatib beryapti, mebellarini qilib beryapti. Bola bechorani eni otalari bitta qanjiq kelyapti-da, nimalar qilib yuboryapti? Endi u yog'ini o'zingizlar tushunib olinglar. Gapim rosa qo'pol, haqiqatni gapirib qo'yyapman. Shuning uchun o'g'il bolalarni enalari shoshilmay kelinda olinglar. Azal shoshilmang. Bolangiz yosh o'tib ketsa ham uni cho'mbiri bor. Xudo xolasa chiroqli joylardan beradi. Yosh o'tib ketsa ham aytyapman, uni cho'mbiri bor. Hech qachon qolib ketmaydi. Enasi o'ppaganlarda oladi. Yoshi katta bo'lsa yana qaytib yaxshi esli to'xtalgan chiroyli oilani tutib ketadigan bo'ladi. Hozirgi qizlarga men hech qachon yaxshi baho bera olmay qoldim. Hecham baho bera olmay qoldim. U bizni davrdagi kelinlar, qizlar, mana shu ota-onalar, bizni davrdagi ota-onalar chiroyli hayot qilganmiz, yo'g'iga ko'nganmiz, boriga ko'nganmiz, ovqat tanlab yemaganmiz, nimani bo'lgan bo'lsa mana bular hozir tekinxo'r bo'lib qoldi. Mashina kirdi yuvsa, juda to'g'ri aytilgan boyagi sarlavhada. Tepadagi aytilgan kartinka tashagandikida juda to'g'ri gapirgan. Hamma sharoitini 5 qilib berib qo'ydik. Bularda tillari chayallar ichidan qumlab chiqib kelyapti. Bu chayallardan qoching, bularni yaqinlatmang, xonadoningizga kirgizmang. Azali ham kirgizmang.